Andijon tumani 35-umumta'lim maktabida 10-sinfda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi tortishuv bundan 1 oy avval sodir bo'lgan edi. Tortishuv sababchilariga mas'ul idoralar tomonidan qilmishlariga yarasha jarimalar ham qo'llanilgandi. Oradan salkam 40 kun o'tgach, ushbu tortishuv aks etgan video tarmoqqa sizdirildi. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida maktabga bordik. Mana juvachkani ber deganda meni og'zimda juvachka yo'q, xolasang kelib ol deganda, bunday olaman deyotganda, u yerda как будто bu uryapti. Keyin bu yoqqa mushlab uryapti-da mana. O'qituvchini shunaqa qilib o'quvchi uryapti. Bu yana ham yaxshi bo'lib qolgan. 2 hafta o'qituvchi uyda yotgan. Bu yerda yarashtiruv bo'lgan. Bu yerda imini maktabning ichida yarashtiruv bo'lgan. Keyin sudga ham chiqadigan bo'lgan, sudda ham yarashtiruv bo'ladigan bo'lgan. Bu deyarli 1 oydan o'tdi bu narsaga. Ma'lum bo'lishicha, oddiy muloqot o'zaro tushunmovchilikka aylanib, shiddatli tus olgan. Ustoz va o'quvchi o'rtasida avvaliga og'zaki tortishuv bo'ladi, ammo bu tortishuv jismoniy to'qnashuv bilan yakunlanadi. Natijada o'qituvchi jarohat oladi, o'quvchi esa ma'naviy zarba. Tishim ushlab o'tirsam, menga zuvachkani bordi. Zuvachkani oldim. 2-3 marta. Keyin menga xohlasa muqulaman haqorat qilishdi. Keyin yo'q, bo'pti, sopolon ustozim kelib turib menga tashlayapti. Keyin men o'zimni himoya qildim aka. Opa o'zi borib turib meni 2 shapaloq urdi, o'rnimdan tursam yana 2 shapaloq uryapti. Undan keyin menga tashlayapti, boshqalari majlisda boshqalari men hammani urib tashlayapti. Har qanday holatda ham muammoni zo'ravonliksiz hal etish birinchi o'rinda turishi kerak. Aslida vaziyat boshqacha hal qilinishi mumkin edi. Murakkab yosh davridagi o'quvchilarga psixologik yondashuv, kechirish, tushunish, tinglash kabi usullar ko'proq samara beradi. Shunga qaramay, har ikki tomon ham vaziyatga sabr bilan yondoshmagan. O'zimiz ham yoshligimizda kalta yeb, biz ota-onalarimiz bergan aytgan-ku, mana u suvagi sizga nima deydi? Go'shi sizga, suvagi bizga. Biz ham kalta yeb nima qilganmiz? O'zimizga yarasha, sho'xligimizga yarasha bo'lganda, endi o'qituvchi ham jim o'tirgan bolani borib tasratib urmaydi-yu. Ijtimoiy tarmoqda o'qituvchiga nisbatan chora ko'rilmadi degan ma'lumot beriladi. Bunga nima deysiz? Men o'zim hayfsan berganman. O'qituvchiga hayfsan berganman, hayfsan oldi. O'quvchiga 47 qo'llandi. O kameradan tagiga maktabimizni zavqozib qamab olib turib, o'g'lini 3 martami, 4 martami bitta chaqda baquvvat bo'lib shu olib, 3 marta 4 marta urib, og'iz burnidan latta qonni kegizib, aslida 28 ta sinfdoshini ko'zini oldida o'g'lim folga yotib tashladi 5 minut 10 minut. Tashqarida xalq ta'lim vaziridan kelgan bitta odam bor ekan, najamiy militsiya bor ekan. Aslida anaqasidan qo'rqib ko'chaga doktorga olib chiqishmagan. O'qituvchi bo'lganda yetti bukilib so'rashdi. Kim bo'lishidan qat'iy nazarda o'qituvchi bo'lganiga anaqam yo'q. Просто zavqoz urib turib yana kamiga men bo'pti deb yana orqaga chekinib uzr so'rab u qilib o'g'lim bo'lib chiqayoring, o'g'il bolasi yo'q desam, bular menga mana qilib 47 ga tortyapti. Men bularga usti osaveraymi yo 47 sini to'laymi? Bolalarda o'zini tutish ko'nikmasini shakllantirishda ota-ona, maktab va jamiyat birdek mas'uldir. O'qituvchi ham, o'quvchi ham qiyofan emas, qalban bog'lanishi kerak. Ustoz otangdek ulug' deydi xalqimiz. O'quvchi esa bir nihol kabi. Mehr berilsa, palak yozadi. Bir qarashda arzimagan bo'lib tuyulgan tortishuv to'g'ri boshqarilmagan hissiyotlar tufayli ikki taraf uchun ham og'riqli holat bilan yakunlandi. Bu kabi vaziyatlarda sabr, muhokama va muloqot eng samarali yechimdir. Chunki muammoni zo'ravonlik bilan hal etish bilim dargohiga yarashmaydi. Holat bo'yicha xulosa o'zingizdan.